Fazail Amal degan kitap var, bilesizlermi? Oşol kitapta naşa çeken Arap degan жазуу var. Mevlana Muhammed Zakariya Kandahlavi oşol жазган. Bu adamlar bu bolot dep to'g'ri emas fatvo bo'lgan, bolot degan fatva bor. Biroq al fatva janağı farmasevtikadagi fatva. Darıga tar işletip, darıga qo'shib boshqa qilsa, atayin rasmiy bo'lsa, oşol gana. Biroq o'zbekcha ishlatganga bo'lmaydi ana. Anan nasha chegib olib, o'zini qizartib ushintib, anan keyin balдар invalid bo'lib qolgan usullar ko'p Qirg'izistonda. Men namoz o'qiganda shu bayqalib atat, oşol to'g'ri emas. Nasha chekkan, aroq ichganda aram. Aram janadağı aram, haram Arapçası. Bo'lmaydi. Jaziba ko'tarilganda aytilgan so'zlar fatva qilib olbash kerak da. Uni muftiydan so'rash kerak, fatva berib turgan olimdan so'rash kerak. Al aram hukmi. Tameki değil emas bu hurmatli bir to'g'anim. Tameki 10 yıl çekip 20 yıl çekip balası invalid bo'lgan ko'rgan emas biz. Biroq nashani 1 yil çekip balası invalid bo'lganlar ko'rganimiz bor da. Şariat boyunca balaga, denso'likqa, ariyatga, shariatga ziyon tegizib turganlar harom bo'lib hisoblanadi. Nasha harom, bu so'z yo'q harom hurmatli bir to'g'anim. Al darilik qasiyati tavutlar qilg'ana bo'la turgan al boshqa masala. O'shaning uchun har fatvani o'zingizga javishtirib olib jirg'ay berbangiz, bo'lmaydi.